O'zbekistonda ham eplaganlar qilyapti biznes, boshqa narsalar. Qilsa bo'ladi. Hamma narsa niyatga bog'liq, keyin harakatga. Keyin Davronbek Turdiyev o'zi asli birovlarning fikri nima uchun aytib o'taman? Chunki shaxsiy o'zimning fikrimni bog'lab aytaman. Ya'ni sen kimsan degan so'zlar bo'lmasligi uchun kommentariyada Davron Turdiyev nimagadir erishib qo'ygan odam, shuning uchun ko'proq o'shalar fikriga qo'shilib aytaman. Bu yerda ham, O'zbekistonda ham, boshqa davlatda ham qayerga borsangiz ham siz o'sha odamsiz. Chunki qo'lingizdan nima kelsa, o'sha odam bo'lasiz. Qo'lingizdan hech nima kelmaysa, o'sha boshqa rivojlangan davlatga borib ishlasangiz, o'sha qora ishchi bo'lib ishlaysiz. Bu yerda rivojlanib, til o'rganib, keyin borsangiz, mutaxassis bo'lib borishingiz mumkin. Ya'ni sal qadringiz bo'ladi.